juda ham qiziqarli uchrashuv bo'lishi kutilyapti. Muxlislar va yana muxlislar. Hozir balkim yana bir noyob iste'dod egasini shu uchrashuv orqali bizga tanishtiradi. Mash'al akademiyalar orasida liderlardan biri. Demak, do'stlar, maydonga chiqishda futbolchilar rangam zo'r tanlanganda Davron qizil-ku. Mana shu faollik homiylarni ham jalb qilyapti. 6-raqamda harakat qildi. Demak, jamoalar tarkibiga o'taylik. Jamoalar tarkibiga 35-raqam ostida keling mehmonlardan tanishtirayman. 8-raqam Asror Aliqulov, jamoa bosh murabbiy. O'yin boshlandi. O'ng tomonimizda Mashal futbolchilari uchrashuvni boshlab berishdi. Hattoki bir futbolchi o'ynashga ulgurmasdan Manchester City mana imkoniyat. Mana zarba, mana gol! Ajoyib gol. Uzatmani e'tirof etishimiz kerak. Bosh bilan tepdimi? Ha. Tayyor tashlab berdi. Lekin masofa uzoq edi. Aynan bosh bilan urish uchun uzoq masofa edi. Qoyil tezkor gol Andijon oldinda. Mana hozir ichkariga uzatmani ko'ramiz. G'ulomov tomonidan pas. Ajoyib. Va juda aniq, tiniq zarba ko'ryapmiz. Yana bitta nuqta. Dubl qilmoqchimi? Zarba yo'q. To'pni olib qo'yish xavf sezilgan edi. Uzun pas va juda chiroyli va o'zi tepsa bo'lardi. Zo'r. Farhod Sohibjonov. O'zi tepishga qaror qildi. To'g'ri, tepsa ham bo'ladigan nuqta, ammo pas berish varianti ham bor edi. Pas eng kutilgan qaror bo'lgani uchun chalg'itmoqchi. Mana shu joyda zo'r aldab o'tdi. Himoyachida ham xato edi. Mana qarang. Ofsayd yo'q. Vaqtida to'pdan uzilish. Pas ham bera olmasa ekan. Atayin pauza ushlagan-da. Boshda qiynalayotgan edi. Xatolar bor albatta. Xatolar. Manopov zo'r aylandi. Va yana xuddi boyigidek pas qarang. Bu ishlangan. Bu uy vazifasi. Ichkariga zarba yo'llamoqda. Bu safar to'g'ri darvozabon turgan zonaga. O'zi nomi bilan mashhur edi. Kesib olib tarqating deydi. Yaxshi imkoniyat. Murtazoyev. Bunaqa imkoniyat kam bo'ladi. Andijon 2-qavatda to'pni tepib yuborishdan boshqa chora topa olmayapti. Bu ham aslida mana ketdi. Juda chiroyli aldab o'tib ketishi mumkin edi, lekin oxirigacha boradimi? Manopov, Abdumanopov ichkariga uzatma. Abdumanopov kirdi. Chiziqda uzatdi va golmi? Yo'q. Tepadigan, uradigan, kalla qo'yadigan futbolchi ham topilmadi. Ketdi. Mashukov kirib bordi. Mana Mashukovni oson aytish. Yana G'ulomov. Zarba yo'llanishi mumkin va sal qoldi, darvozabon tomosha qildi. Biz kabi chiroyli gol tomosha qilardik. Jahli chiqib ketdi darvozabonni. Zarbaga imkon berishgani uchun hakam hali ham davom etyapti, ruxsat bermoqda. Bo'ldi. Shu joyda to'xtatishi shart. 1-0 tanaffus. Qiziqarli futbolning davomini va yakunini tomosha qilamiz. Va mana ikkinchi taymga start berilmoqda. Miyamir aniq uzatma, o'nqani ajoyib Sohibjonov. Davomi bor. Mana ichkariga uzatma. Kurash bo'ladi bu yerda. Kim tepada? Zarba Toyirovdan. Alekros. Uzatma va darvozabon. Murakkab edi bu zarba. Murodov ikkinchi taymda tushgandan keyin faollashdi. Mash'al hujumi. Zo'r pas bo'ldi Davron. Biz tomonga ketdi ber va darvozabon o'z joyini tark etdi. Darvozabon uzoqlashib ketib qoldi. Mash'alning chap qanotdan hujumi. Hech kim kutib olmadi. Mana natijada Humoyun Murtazov yana darvozaga teskari holatda to'pni qabul qilish uchun yetkazib berdi, ammo G'anixonovning zarbasi juda ham noaniq. Hududlar qoldirayotgan bo'lsa ham 24-raqamdagi futbolchining bugungi aktivligi gap so'z bo'lishi mumkin emas. Avazxonov va sal qoldi. Humoyunning oyoqlari yetmadi. Sherzod Fayziyev
Va darvoza bo'sh qoldi. Zarba. Kurishyapti Mashal. Mana endi qaytmoqchi. Hop, mana bu uzatmaga Va nima deydi? Rashid. Darvozaga yumalab kirib ketishi mumkin edi. Darvozabon yeta olmasdi Adhamov, qarang. Qo'liga tegibdimi yoki tegmaganmi? Bo'lishi mumkin. Olib qochishga uringan lekin. Qo'l ruxsat berdi. Ha, bu penaltiga tortmasdim. Balki mana bu uzatma nimadir bo'lar deb hisoblamoqda. Xatolar, rikoshetlar, sarosima, yana uzatma, rikoshet. Darvozabon Adhamov to'pni egallab olmoqda. Quchoqlab olgandek yotib hozir. To'pning o'rnida g'alaba edi, 3 ochko edi. Hammadan o'tdi. Juda noqulay posbon uchun biz markazda kurash, hali sekundlar bor. Bo'ldi, tugadi. Andijon mavsumdagi birinchi g'alabasini qo'lga kiritmoqda.